Hi guys, welcome back to my channel. Men Farangiz YouTube kanalimga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan judayam ajoyib vlog bo'ladi. Anchadan beri university vlog olmagan edik, lekin bu safar Toshkent davlat yuridik universitetida emas, Gdansk universitetida olamiz. Aniqroq aytadigan bo'lsam, men 2-chi dasturida grant yutib olib, hozir Polshaning Gdansk universitetida 4 oylik bir semestr o'qigani keldim va bugun sizlar bilan birinchi o'qish kunimizni vlog qilamiz. Shu uchun vlogni oxirigacha ko'ringlar. Bugun juda ham qiziqarli narsalar bo'ladi. Oynachi. Какой-то пенал, ichida dori bor bunda. Так. Потом сюда микрофончик. Все. Hozir biz xonadan chiqib ketyapmiz. Darsimiz 11 da ekan. Yotoqxonamiz universitetga yaqin, shu uchun biz 5 minutda bemalol yetib bo'ladi. Ana, siz tushmayapsiz bak. Yancha mani mikrofonim bor edi, mikrofon tekshirib olamiz. Bir. Mana bu yerda shunaqa public transportlar yurar ekan. Qaranglar, hozir soat 11 bo'lyapti-da. Lekin mashinalar juda ham kam, ko'ryapsizlarmi? Yo'llari bitta liniyali, lekin вообще probka yo'q. Talabalar ham yo'q. No, bu universitetni oldida rosa ko'p student o'qiydi. Rosa ko'p odamlar bo'lish kerak. Misol uchun bu domlarda ham odamlar turadi. Lekin ko'chada odamlar kam. O'ta tiy shahar. Yaqin univers ko'rinib turgan bino, biz universitet yaqin rost. Endi bugun bir 9gacha o'qilardik. Mana biz hozir universitetimizning ichiga kirdik. Bu universitetda har xil fakultetlar bor-da. Misol uchun texnologiya, matematika fakulteti bor, filologiya fakulteti bor, huquq fakulteti bor. Hozir biz shu administrative and law fakultetiga borishimiz kerak. Mana bu bizani fakultetimiz, Universitet Gdanski. Yana nimadir pravi administratsiya. Короче, bu polyak tilida huquq fakulteti degani-da. Mana bu yerda ham bir guruh talabalar turibdi. Va nihoyat odamlarni ko'rdim. Shunaqa gaplar. Biz universitetimizning ichiga kirdik. Hozircha taassurotlar zo'r, atmosfera prям wow. Telefon ko'rsatib bera olmayapti. Hozir biz 2-chi etajga chiqamiz. Xonamiz 4000 necha? 4006-xonani endi hozir topishimiz kerak. Hozir biz 4-chi etajga chiqamiz. Va nihoyat talabalarni ko'ramiz. Juda ham xursandman. Shunaqa oynali. Bu orqadagi joy bizani foyamiz. Hamma studentlar o'tirib dars qilib o'tirishibdi. Hozir biz darsimizga kirdik.
Bizda birinchi dars kriminologiya, ya'ni jinoyat huquqi, Yevropaning jinoyat huquqini hozir o'rganamiz. Biza qalban yuridiskini talabalarimiz. Hozir hamma studentlar o'zini birma-bir tashlashyapti. Bu qizlarni angliyskisi bilan dahshat. Hozir mana makkalab qolmasam bo'ldi. Hozir bizda birinchi 45 minut tugadi. Hozir kofe break bo'lar ekan 15 minut. Keyin darsimiz davom etadi. Hozir bizda ikkinchi break boshlandi. Hozir kafeteriyasiga tushib ketamiz. Hozir biz mana kafeteriyasiga keldik. Hozir biz mana shundan olmoqchimiz. Boshqa pirojnichalar ham bor ekan. Hozir biz bunaqa oldik. Endi ikkalamiz shundan yeymiz. Pomidor, bodrin, kukuruz и kuritsasi bor ekan. Va kipitok. Ikkamizdan boshqa hech kim yo'q. Tagidagi nima o't bor? Salat bargi menimcha. Yo'q, salat bargi bunaqa bo'lmaydi-yu. Da, boshqacha ekan. Mayli. Короче, bo'ladi kipitok ham pul ekan. 4 zlotga oldik, ikkita kipitokka. Bu sal kam. 20 mingmi? 15 mingga kipitok. 2 mami salat. Bu salati 16 zlot. Bu 50 ming. Просто lanchimiz. Biza ortgan ovqatimizni oldik. Mana shuni bilan Shuncha pulga olib. Вообще chema masalasi. bu yoqda biz hozir suvni ham qatirib ketamiz. Shu kipitokni ham pulga oldik-da. Вообще lekin shunisi. Mana joylarni qarang, chiroyli lekin. Mana bu yoqda kofelari 4,5 zlot. Naryoqda 15 zlot turgandi. Rengi bo'lsa ham mayli. Hozir biz darsdan chiqdik. Endi временный propiska qilgani administratsiyaga borishimiz kerak. U tipa hokimiyatmi? Shunaqa joyga borib, biz yotoqxonadan o'sha propiskani to'g'rilashimiz kerak. Balon pulga olgansiz-mi? Da, endi bir umr eslab yuramiz, mana shu kipitokka ham pulga olib ichuvdik deb. Mana yana ko'cha bo'sh. Mana havo ochilib, quyosh chiqib, kun ham iliq bo'lib qoldi. Kegunimizcha. Mana biz hozir dormitoriyga keldik. Hozir biz administratsiyaga, короче, propiska qildirgani bormoqchi edik, lekin u joy 3 gacha ishlar ekan, ulgurmas ekanmiz, chunki hozir soat 2:30 bo'ldi. Shuning uchun biz hozir yaqin atrofdagi ko'lga bormoqchimiz, chunki dormitoriyimizning oldida o'rmon bor, ko'llar bor, yashil joy bor. Hozir shu yerga boramiz. Yo'ldan ketyapmiz biz hozir. Chilib. Uylarni qaranglar, chiroyliligini. Biz hozir yo'l ketyapmiz aytgan joyimizga 10 minutlik yo'l qoldi.
Mana biz hozir уже kelib qoldik. Qish bo'lsa ham manzara juda ham chiroyli. Bizda hozir fotosessiya time. Mana hozir biz shunaqa yo'llardan ko'lga ketyapmiz. O'rmonlari rosa chiroyli ekan. Biz kutgan ko'limiz mash ekan. Hozir bu joyi o'rnida ko'l bo'lar ekan o'zi kuzda, bahorda. Lekin biz hozir qish bo'lgancha, qor bo'lgancha bu yoqda mana suv yo'q, ko'rib turganingizdek. Agar kuz bo'lsa, atmosfera вообще chiroyli bo'lar ekan. Zakatlar bilan. Bo'ldi, biz endi yotoqxonaga qaytyapmiz. Shu bilan bugungi vlogimiz tugadi. Obuna bo'lmagan bo'lsanglar, YouTube kanalimga obuna bo'linglar, chunki bundan keyingi vloglar yana ham qiziq bo'ladi. Boshqa davlatlardan vloglar olaman. Undan keyin University Life bo'ladi. Dormitoriyning o'zida vloglar olaman. Shuning uchun obuna bo'linglar. Vlog yoqqan bo'lsa, like bosinglar, komment yozinglar. Xayr!